qilyapsiz? Ha shunaqa qilsam ham savdo bo'ladi, baraka bo'ladi desang, tushunmaysan baribir. Shuni meni pulim bilan qilish kerakmi? Nima farqi bor? Pul-ku, senikimi, menikimi? Bering bu yoqqa, ishga kech qolyapman hozir. Sigara chekishing dadangga aytaman. Ana Akmalning o'g'liga qara. Dadasiga sparcholga qilibdi. Sparkan moshinmi? Pas. Minus 1 bu. Qani o'g'ling nima olib berdi? Meni o'g'lim qamoqda bo'lmasa olib berardi. Teginma, hech aytmaysan, bor ket. Hop. Qanday o'tirib buni ustiga mana. Kim ichadi endi buni? Aka, sigareting bormi? Yo'q. Ava bo'lmasa. Men sigaret chekmayman, aka. Ha, chekmaysan. Sen yangi ko'chib keldingmi? Ha, yangi ko'chib kelgan. Ha, tepa qavatingdan Nargiz so'rayapti o'zi seni. Kim? Qaysi? 7-qavatda turadi? Ayting. Biron nima olsang aytaman. Qayerga ketyapsan? 4-etajga. Mehmonmisan? Ha, mehmonman. Borur. Amaki G'ayrat ekan uy qayerda? G'ayrat uy nima qilasiz? Sovchilikda ko'p. Zo'r, qizi zo'r, har xilcha mashinalari bor. Tushunmadim, mashina? Endi har kuni har xil mashina tashib ketadi. Balki taksidir, bilmadim endi. Gapirib berasizmi shu vaqtda menga ozroq? Ya, uni qo'ying, boshqa taklif bor. Boshqa qizlar ham ko'p. Misol, Narg'idomda bitta qiz turadi, zo'r, anchadan beri taniyman. Har kun shardan o'tib qaytardi. Nima deysiz? Yo'q, kimni qizi ekan u? Meni qizim. Semichga olib ketinglar, zo'r semichga. Yo'q, qo'y bo'ling. Zerikmayapsanmi? Ha, qulay bo'lsa o'tiraver. Jag'ing bilan tosh ko'targanmisan, chaqmamanmi tugatib qo'yibsan. Qizg'onyapsanmi? Beraman pulini. Berasan-da, men yozib qo'yganman hammasini. Hali yozib boryapsanmi? Pas. Men past bo'lsam-chi, sen qizingni eplova, boya 3-4 ta bola bilan uyingga kirib ketdi. Bor. O, maraz, qizing uyga bolalar bilan kirib ketdi deganning o'zini bolalari ekan, nabiralarim ekan-ku. Men nima dedim? Men ham bolalar bilan dedim-ku. Yigitlar bilan demadim-ku. Semichgan pulni olib chiqding? Pasho. Let's go. Ko'chada ikkita qiz. Ha, oyijon, kuyovingizmi? Vannadalar. Nima qilayotganimni ham ayt. Onangga har narsani ham aytaverman, necha marta aytdim, og'zingda gap turadim o'zi. Xo'p. Qara, men kechagi mashinani oqidan olmoqchiman. Uydagilarga surpriz qilamiz. Faqat oyingga aytib qo'yma, tushundingmi? Xo'p. Qara lekin. Hozir og'zingda gap turmaydi, bor-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tabriklayman, oq mashinalar olsa, tagidan shamollab o'tib yursin. Rahmat. O'z oyinga yetmadingiz-ku? O'shangiz siz oyingizga yetdim. Sen ertalab turganda 3 ta 4 ta tuxum yegin, ichingni zo'r qotiradi. Nega unaqa deyapsan? Ichingga o'tayotgan ekan u. Senga kim aytdi uni? Xotinimga, xotinim esa menga aytdi-da. Akajon, kelib yaxshimisan? Ye, qaynaka. Qanday yaxshi tomonlarga qaysi shamollar uchirdi? Opam bilan gaplashuvdim. Uyda produktda qolmabdi. Shu hamma produktlar olib keldim. Rahmat. Aytgan jonim, to'yingga bizdan nima xizmat? Hech narsa kerak emas, pochcha. Bu eshitishimcha mashinangizni uribsiz. Ishdan haydalib ketibsiz. Ahvolingiz juda og'ir ekan, minusda ekansiz. Kerak emas, pochcha, hech narsa. Senga kim aytdi uni? Opam. Seni og'zingda gap turadimi o'zi, har narsani har kimga aytaverma dedim. Aytilmaydigan gaplar bor. Jinnimisan? Boya Charchab ketdim. Viloyatdan yugurib kelyapman. Eshitdim, sirasi yugurdim. Yo'q, siz umuman siqilmang. Bu hamma erkaklarning boshida bor. Oldiramiz o'sha varikozingizni. Varikozni qayerdaligini ham aytdingmi? Baxtli bo'ling. Bo'ldi, kelin. Endi bor bitta issiqqina choy damlang. Boygina damlaganim, Adajon olib kelib beraymi? Oy, tirik bo'lganda menga issiqqina choy qilib berardi. Bor aytganlarini chi? Xo'p. Kelin, bugun kechga manti qiling, mantigim kelib ketdi. Boya mastava qil deganingizga mastava qilib qo'yma, Adajon. Mayli, o'zi bunday o'ylab qarasam mastava ichkim kelyapti ekan.
Oğlum nima kech... Dada tinchlikmi, nima yig'layapsiz? Kelinimga mantiqi ber desam, mastavada eshib chiqadimi, dedi. Oy, tirik bo'lganda qilib berardiman. Man unaqa demadim-ku. Nima yig'layapsiz, dada? Kelinga kirlarimni yo'q desam, yuvmabdi. Oy, tirik bo'lganda yuvib berardi. Ha, uyda kir moshina bo'lsa, shuni parashokni tashlaysiz, yuvib tashlaydi. Qanaqa parashok? Nomini ayta olmayman, reklama bermagan bizga. Yana nima bo'ldi, dada? Xotiningga turizm pultini olib ber desam, olib bermadi. Oldingizda turibdi-ku. Oy, tirik bo'lganda shuni olib berardim. Ja oshirib yubordilar-de. Kelin, kiyimlar olib qayerga ketyapsiz? Uyda eski kiyimlar ko'payib ketdi. Dadajon musoriga tashlab keling. O, yaxshi fikr, zo'r fikr. Qayerga ketyapsan? Yo, ketgan. Dadajon meni uydan haydab yuboryaptilar. Uyda bo'lmaga qolmagani uchun. Mendan ancha o'rganyapsiz, kelin.